to'xtatyapti mana. To'xtatyapti. Endi hozir ushbu inspektor bilan qani kesimlarchi. Assalomu alaykum, inspektor Qo'zibman Sattor. Aka tuyimsiz, chaqirmayapsiz, bilasizmi? Allohga shukr. Mana bocha qattiq Xudoga shukr. hujjatlarimiz bormi ekan aka? Ichki ishlar organlari to'g'risida qonun 8-moddasi binoan xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Xo'p bo'ladi aka. Sardor Qo'ziyev O'tkirjon Ahmadjonovich, 2-mintaqa hududiy patrullik inspektori. 2030-yil 3-dekabrgacha. Zinachoy nomeringiz nima u aytmayapsiz. 237 va 237. Hop, body kamera ishlayapti. Holatda ikkalamizning muloqotimiz olinyapti. Body kameraga olinyapti. Deydi, ikkita polosali yo'lda tirband hosil qilib red o'tkazish mumkinmi? Aka, maqsad qarzdorligi bormi, hujjati bormi, yo'qmi? Bilgani to'xtatyapman aka. Oqimatingiz nima ish qilyapti undag'ida oqimatingiz? Qaysi oqimatingiz? Asfalt o'zida oqimatingiz. Hozir nima uchun to'xtatasiz? Proverka dokument uchun to'xtatdingizmi? Shunday aka. Ha, shunaqa deydi. Proverka dokument uchun, lekin aslida o'zi boshqa niyat to'xtatdingiz, u niyatingizni ham bilaman. Hozir mana syomka davomida aytaman sizga nima ekanligini. Qoidabuzarligim yo'qligi sabab to'xtatganingiz uchun mana sizga 7 ID kartdan beryapti. Xo'p bo'ladi. Ha? Mana. Qarzdorligimiz bormi yo'qmi aka? Endi uni o'zingiz ko'rasiz-da. Hurmatli inspektor, bir savolim bor-da sizga. Qo'ziboyevmi familiyangiz? Ha, Qo'ziboyev Doniyorbek Mansurjon o'g'li. Voy shunaqa xavfsizligim uchun, lekin o'zi aslida shahar ichida to'qmasligim mumkin-da. Yo'nalish taksi faoliyati bilan shug'ullanaman. Ana xohlasangiz keltirib ham beraman, xohlash shu joyini. Yo'q, ishonmayman, siz keltirib beraman. Salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Foydaga amal qiling aka. Bo'ldi. Ha. Yaxshi. Bo'pti.